kech uxlash gormon buzilishiga olib keladi. Ko'pchilik bemorlar shu savol bilan menga murojaat qilishadi. Kech uxlasam nima bo'ladi? Nima qilsam vaznim kamayadi? Nima uchun semiraman? Lekin ko'pchilik bilmaydiki, parhez yoki dori vositalarini qabul qilishdan oldin eng birinchi navbatda uyqu rejimini to'g'irlash kerak. Kech uxlash qanaqa gormonlarning buzilishiga olib keladi? Shu to'g'risida gaplashaylik. Avvalambor, kechki 23:00 dan boshlab kechasi 2 gacha melatonin uyqu gormoni ishlab chiqadi. Aynan melatonin bizni chuqur uyquga kirishimizni ta'minlaydi. Melatonin kamligi nimaga olib keladi? Organizmni tiklanishi buziladi, immunitet pasayadi va uyqu yuzaki bo'ladi. Ikkinchi gormon bu somatotrop gormon yoki o'sish gormoni deymiz. Yosh bolalarda bilamiz, bu gormon tanani bo'yiga o'sish uchun javob beradi, lekin kattalarda bu gormonni ham foydasi katta. Sababi uyqu vaqtida, chuqur uyqu vaqtida somatotrop gormon yog'larni eritish xususiyatiga ega. Aynan mana shu holatlarda kech 2-3 qilib uxlaydigan odamlarda somatotrop gormoni sekretsiyasi tushib qoladi va shu sababdan ko'pchilik bemorlar semirib ketishadi. Uchinchi gormon bu grelin va leptin gormonlarining disbalansi. Grelin bu ochlik gormoni hisoblanadi, leptin to'qlik gormoni hisoblanadi. Aynan kech uyqu bo'lgan vaqtida grelinning miqdori oshib ketadi va odamlarda kechasi turib ovqatlanish yuzaga keladi. Demoqchimanki, grelinning miqdori oshib ketadi, leptinning miqdori tushib ketadi. Xo'p, keyingi gormon uyquning buzilishiga sabab bo'ladigan bu kortizol. Kortizol gormoni o'zi aslida buyrak usti bezida ishlab chiqariladi va uni ishlab chiqarilish miqdori kechga borib, ya'ni kechki soat 4 dan keyin sekin pasayadi. Bu normal fiziologik holat hisoblanadi, ya'ni organizm dam olishga tayyorlanadi. Va uni eng past miqdori aynan kechasi bo'lishi kerak. Kortizol gormonining pasayishi o'z navbatida melatonin gormonini ko'p ishlab chiqarilishiga sabab bo'ladi. Kech uxlaydigan odamlarda nima bo'ladi? Kortizol odamni uyqu fazasiga kirmagani sababli doimiy buyrak usti bezi tomonidan ishlab chiqariladi. Buni natijasida bemor ertalab charchoq bilan kuchlari tiklanmagan holda uyg'onadi. 23:00 dan keyin uxlash retseptorlarni insulinga bo'lgan sezgirligini pasaytirib yuboradi. Bu sabab insulinning miqdorining oshishi, insulin rezistentligi va bu esa semirishga olib keladi. Xo'sh, nechida uxlashimiz kerak degan savol berishinglar mumkin. 23:00 dan 2:00 gacha bo'lgan uyqu bu uyquning chuqur fazasi hisoblanadi. Shuning uchun biz odamlarga maslahat beramiz, 22:00 dan kech bo'lmagan holda yotishga harakat qilish kerak. Chuqur uyqu fazasiga shunda 23:00 da kiriladi. Shu holatdagina gormonlarning disbalansini oldini olgan bo'lasiz.